Hammaga salom bolalar, mani ismim Kompot, mani yangi videoyimga xush kelibsizlar. Sizlar topinglar, bugun men nima qilaman? Uyda o'tiraman yo uyda o'tirmayman, ishga ham bormayman. Men o'rmonga borib daraxt olib kelaman. Chunki уже qish yaqinlashib qoldi, o'zimga kamin qurishim kerak. Doskalarimni ham uyda doskalarimni alishtirib olardim. O'shanga o'rmonga borib daraxt olib kelaman. Menimcha anti o'rmonga borsam kerak, скорее всего. Kapot yaxshiyapsan uyda ekansan. Men hozir shaharga ishlab ketdim-sa, qishloqqa kattasi bo'lib qolasan. Tushundingmi? To'g'risini aytsam, men hech tushunmadim. Rosa ham tez gapiryapsan. Boshqatdan tushuntirib ber. Nima tushunmading? Tushuntirishga vaqti yo'q. Qara Kapot, men hozir shaharga ishlab ketdim-sa, qishloqqa kattasi bo'lib qolasan. Kattasi bo'lib qolaman, lekin men daraxt terishga bormoqchi edim. Qanaqa daraxt Kapot, sen keraksan, men bir haftaga ketaman. Bir haftaga men bir hafta nima qilaman endi? Mana bitta spisak bor, mana shu ishlarni bajarib qo'ysang bo'ldi. Xo'p, men yana nima qilishim kerak? Hamma jitellar ishlariga sen har doim qarab turishing kerak, ular ishlash kerak. Qani bitta ko'raychi nima bor ekan? Tak, qarab turish kerak, чтобы hamma qishloqlar ishlashiga harakat qilamiz. Nima hammaga oylik berib chiqish? Nima 2139 ta dokumentlarga imzo qo'yib chiqish yo boshqa odam qidiray qolmayr? Kapot, mani vaqtim yo'q, sen qarab turgin, iltimos, ana mashina signal chalyapti, harakatda. Oho, adminning mashinasimi? Bo'ldi Kapot, bo'pti, men ketdim. Mer to'xta, qayoqqa ketyapsan? Men hali hopmadim, qishloqlarga xo'ja yetib ketdingmi? Men bilgandim senlarga yetmasdan ketganini. Qaralaring, eshlaring, mer shaharga ishlar bilan ketdi. To'xta, shaharga ishlar bilan ketdi. Kattasi yo'qmi endi? Mer meni katta qilib tashlab ketdi. Endi maza qilib bizni dam olarkanmiz, to'g'rimi? Yo'q, dam olmaysizlar, ishlaysizlar hammanglar. Yo'q, qanaqasiga kattasi yo'q. Sizlar eshitmayapsizlar, mer meni katta qilib tashlab ketdi deyapman-ku. Nima Kapot, endi biz hozir borib hammamiz uxlaylikmi yoki maza qilib dam olaylikmi, piknik qilib? Yo'q, sizlar hammanglar hozir borib ishlaysizlar. Nimaga kulyapsizlar? Qishloqlar, mer shaharga bir haftaga ketdi. Соблюдать qilishimiz kerak hamma pravilaga. Vau, bir haftaga endi bir hafta maza qilib dam olarkanmiz-da. Yo'q, hech qanaqa dam olmaydi. Oddiy haftadagi o'tadi, hamma ishlaydi. Yana aytgancha bugun men sizlarga oylik berishim kerak. Ketdi, unda oylikni olamiz. To'xtanglar, qayoqqa ketib qoldinglar? Men bilgandim bularga quloq solmasligingni. Bekor mer bularga yetib ketmabdi. Men kattaga bo'lib qolganimman. Mayli, hozir hamma qishloqlarni topaman-da, men qo'limda spiska ko'rsataman mer yozib ketganini. Balki shunda ular qurol solib qolar menga. Sizlar nima qilyapsizlar bu yerda? Kim sizlarga ruxsat berdi bu yoqqa kirishga? Oylik olgani keldi. Nima? Qanaqa oylik olgani? Chiqinglar hammanglar, davay chiqinglar. Bo'ldi qishloqlar, sizlarga bu yoqqa kirish mumkin emas. Bu meni ish joyim. Qayerda sani ish joying bu? Mer uyi-yu. Men bugun kimman? Men bugun merman, men bugun kattasiman. Mer bizga indamaganda abduruq sen bizani oldimizda. Ishonmayotgan bo'lsang, telefon qiling, so'ragin. Lutchi men sundukka qulf qo'yib qo'yaman. Bo'ldi qishloqlar, borlaringda ishlaring qillaring, ishlaring qilib qo'yganlaringdan keyin oyliklaringni beraman. Bizga bir necha oy zarplatani ber. Oylikni ishinglarni qilib qo'yganinglardan keyin beraman. Tez boringlar, ishinglarni qilinglar. Biz hech qayerga bormaymiz. Oylik ham bo'lmaydi. Shunaqami? Mayli, Qishloqlar ketdi. Qishloqlar, ish vaqtida qayoqqa ketib qoldinglar? Qaytinglar deyapman. Shu qishloqlarni tushunmayman-da. Mer ketdi, jahldor mer ketdi-da, endi xohlagan ishini qilmoqchi ekan endi bular. Qani izumrudlar joyida turganmikan? Mana joyida turgan ekan. Dokumentlar ham shu yerda ekan. Hammasiga endi qo'l qo'yib chiqish kerak. Endi bitta-bittalab hammasiga qo'yib chiqaman, qo'l olaman-da ozginasini. Xo'p, endi bilan bitta-bittalab qo'yib chiqaman. Tushunmadim, nima ovoz bo'ldi? Nimadirki bu ovoz menga yoqmayapti. Qani? Cho'ta mana ashtadan eshitilgandek bo'ldi ko'chadan. Qayerdan? Ko'chalardan eshitildi, qani? Tushunmadim. Mani uyim. Nima qildinglar, oylikni ber. Sizlar jinniroqmisizlar? Ne mani uyim bang'illatordinglar? Ne bang'illatordinglar mani uyimni? Sen nima xohlaganding? Bizga oylik bermading-ku. Sizlar ishlaginglar kelmayapti-yu, men oylik beraman. Ne ishlashimiz kerak? Baribir qishloqda glavniy yo'q-ku. Men merman mana. Meni mer deb o'ylanglar, men merman bugun. Yo'q, sen o'zing aytding, mer ketdi deb. To'g'ri, u ketdi, lekin u meni katta qilib qoldirib ketdi. Mani. Kapot, nima deyapsan?
Voy, namuncha bo'laman asabimga tegmasa, qani mani sundukam, qani sundukam. 3 saniyman, hammang tez ishga borlaring. Oy, qishloqlar qochding. Qayoqqa qochib ketdinglar? Ishga dedim, ishga. Voy, o'rtoqlar bular vashshi quloqsiz deb mani uyimni bangillatoribdi bular. Shuncha ishim bo'lib turganda uyimni ham bangillatordi bular. Nima qiligina, dokumentlarga qo'l qo'yib chiqaymikin yoki uyimni qilib olaymikin birinchi bo'lib. Mana birinchi bo'lib tez uyimni qo'la qolay. Mana uyimni ham qurib oldim. Endi uyimni mazza qilib yasha olayman. Bu qishloqlar vashshi psixda bormayman birinchi bo'lib. Imzolaga qo'l qo'yib chiqay, keyin ular bilan gaplasha olaman. Keyin uyimni bitta o'zini qoldirib ketishga nimadir qo'rqyapman. Bular qanaqadir podozrительно qarayapti. Agar ular yana uyimni bangillatorsa-chi, yo'q, men buni xohlamayapman. Kunimni yarmini ketkazdim bu uyimni tuzatishga. Aytgancha menda bitta zo'r ideya paydo bo'ldi. Yana ikkita blok qo'ysam, ana bo'ldi, tayyor. Ну что, bolalar? Qaranglar men nima qurdim. 0 dan 10 gacha baho beringlar. Men o'zimni uyim bilan mer uy joyini alishtirib qo'ydim. Chunki men bugun merman, men o'rtada yashashim kerak. Yana men uyim ustiga mana qaranglar, korona qo'yib qo'ydim. Chunki qishloqlar menga ishonmayapti bugun men merligimni. Endi ular shunaqa merligimga ishonadi degan umiddaman. Kompot nima bo'lyapti? Sani uyingni oldiga boruvding, u yerda mer uy turgan ekan. Mer uyini o'rniga sani uying turgan ekan. Sizlar nima xohlagandinglar? Men sizlarga aytuvdim-ku men merman deb. Bugun men mana merman. Sen bizani aldamaganmiding? Yo'q, bu prikol emas. Men necha marta aytishim kerak men bugun merman deb. Sen bizga guvohlikni aytmaganding. Qishloqlar eshityotsizlar? Qishloqlar tez hammanglar ishga boringlar. Bugun o'zi tak ko'p vaqt ketib qoldi men bunga. Hurmatli bo'lgan, men bugun ishlolmayapman, kasalman. Stop, qana, spravkachi? Men dazmol o'chirish esimdan chiqib qolibdi. Dazmolingni o'chirib kelgin. Men esa bandman. Qayerga ketib qoldinglar? Men hammanglarga aytyapman, qaytinglar tez. Mer bo'lib aytyapman, qaytinglar tez. Voy, bular yana menga quloq solmayapti. Endi ishondim men merligimga. Yomon asab ketyapti. Bular endi vashshi qochib ketdi-yu, endi qaytib kelmasa kerak endi bular. Aytgancha men dokumentlarga qo'l qo'yib chiqdim, endi serkf tomini tuzatish kerak. Qanicha, yomon ketgan ekan u. Unda boshlaymiz ishlar. Biroz fioletoviy rangli qishloq qilish kerak edi, lekin u qilmayapti. Mayli, mer kelsa hammasini bittalab ezib chiqaman. Tezroq olaylik ham bitta. Mana men 10 minutga qolmay ishimni tugatib bo'ldim. Shuni ish qilish qiyinmi nima? Tushunmadim. Anta qishloqlar nima qilyapti? Qani pastga tushib ko'raychi, nima qilyapti u yerda hammasi yig'ilib olib. Nimadir zo'r ketyapti. Nima qilayotgan ekan ular endi u yerda? Qishloqlar nima qilyapsizlar bu yerda? Ana bizani merimizga ham keldi. Mer olayman bunda. Endi men neyman? Men sizlarga tom tuzatyapman. Ne sizlar ishdamassizlar? Mer bizga qo'shilib shirin piknik. Mayli, keyin qo'shilarman, lekin ishlarni kim qiladi? Qanaqa ish? Rosta kasbli mer ketdi-yu. Mana mer keladi-yu, men hammasini deb beraman, quloq solmayotganinglarni. Sen ne aytmaysan? Sen nima chaqma-chaqaribsan? Biz hech nima qilmasak, qishlog'imiz buzilib ketadi. Kompot hech nima qilmaydi, bir hafta maza qilsak. Ammo o'ylamagandim shu tomon ishlarim bir kunda bitib ketishini. Tushunmadim nimani qildi. Nima bo'lyapti? Tushunmadim. Ish vaqtida kim qanaqa piknik qilyapti? Mana mer keldi. Nega bu keldi? Bu bir haftadan keyin kelishi kerak edi-yu. Chunki men vaqtliroq boshladim. Kompot. Mer bular vashshi menga quloq solmadi. Aytganlarim vashshi qilmadi. Sen aytganmiding, men seni katta bo'lib qoldirib ketganimmi? Ha, aytdim, lekin bular baribir quloq solmadi. Borib hech nima qilmadi. Sizlar nima o'ylagandinglar? Men yo'lligimda xohlagan ishlarni qilsanglar bo'ladi. Nima kompotga quloq solmasangiz bo'ladi deb o'ylaganmidinglar? To'g'risini aytsam, biz shunaqa deb o'ylagandik. Sizlar shunaqa deb o'ylaganmidinglar? Mayli. Bu hech qanaqa oylik yo'q sizlarga. Qani vaqtda ozgina o'tirsin bular. Endi bilasiz zato endi qanaqa meni uyimni bang'illatish kerakligini. Kompot bizani kechiring, senga quloq solmaganimizga, biz kompot yerga hamma ish qilamiz. Voqliroq o'ylash kerak edi.
Kompot o'ylab piknik qilayotganiyam boshida ovqatlanib olarmiz. Oho, davay Mer, davay ketdi. Faqat kerak emas narsalarni shunda uyimga qo'yib olay. Endi uyni joyma-joy qilib qo'yish kerak, chunki уже Mer keldi. Lekin qishloqlar shunaqa nohaq bo'ldi, ne o'zi ular o'zini shunaqa ko'rsatdi. O'zi to'g'risini aytsam, bu menga bitta voqeani esimga tushiryordi. Men sizlarga hozir aytib beraman buni. U oldin bo'lgan, men yoshligimda bo'lgan, 3-sinfligimda. Maktabimizda bizda bitta ustoz bo'lardi. U ancha yildan beri o'qitardi. Серьёзный odam. Temalarni cho'ntaga qilib tushuntirib berardi. Bir kun dars o'tolmaganiga yengi prepodavatelь keldi. U yoshgina ustoz edi. Уже keyin hamma bilgandan keyin u yoshligini atigi endi 1 yildan beri dars berayotganini hamma baqirishni boshladi. Dars qilmadi, ustozga quloq solmadi. Men tushunmayman ne unaqa qiladi. Penallarni otdi, qog'ozlar otdi, ruchkalar otdi, ustozga вообще quloq solmadi. O'sha payt men bechora ustozga rosa rahmim kelib ketdi. Bori o'shanda rostdan aytyapman, yomon rahmim kelib ketdi. U dars tushuntirmoqchi edi, lekin hech kim uni quloq solmayapti. Bechora ustoz hammani jim qilmoqchi bo'lganda, hamma u yoqdan bu yoqqa yugurib yuruvdi, narsalar otib yotuvdi. Ustozga umuman quloq solmasdan xohlagan ishini qilib hamma. Yana bolalar sizlardan iltimos, agar sizlarni maktabinglarda ustozinglar almashib qolsa yoki universitetinglarda ustoz almashib qolsa, yoki ishinglarda начальник almashib qolsa, bunaqa jительдagi o'zinglarni ko'rsatmanglar. Bular esa agar Mer yo'q bo'lsa, ura, ha-ha, mana noutbuklarni sindiraman, вообще o'yindan otib yuboraman. Ular o'zini mana shunaqa qilib ko'rsatdi bugun. Ну что bolalar, agar videom yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Hammanglarni keyingi videomda kutib qolaman. Hammanglar sog' bo'linglar.